Magazinimiz podpischiklari bilasizlar, bizada challenge o'tib o'tdi. 6-gün bozor günü faqat 2 gün shu ko'rib turgan futbolchilaringiz endilikda magazinimizda 88 ming so'mdan xarid qilsangizlar bo'ladi. Bu narsamiz 140, 150, darji kerak bo'lsa 160 ming so'm sotilib turgan futbolchilarimiz. Assalomu alaykum magazinimiz podpischiklari, nechikisizlar, yaxshimisizlar? Harmonlar sizlar bilan. Sizlardan nega episod tutdi? Xudo xolasa, bugungi obzorimiz, bugungi videomiz shu ko'rsatib turgan no narsa ekanligini bilib oldingizlar. Bilasizlar, biza har 6-gün bozor kunlari faqat 2 gün challenge ko'p-ko'pmiz. Bilasizlar, hamma narsamizni har hafta narxini pasaytirib chiqarib beramiz. Xabarlaringiz bor. Endi bu safargi yangilikimiz esa sizlar uchun ko'rib turgan futbolchilaringizni hammasini endilikda magazinimizdan 88 ming so'mdan xarid qilsangizlar bo'ladi. O'zi bu narsani asl narxi 140 ming so'm, 150 ming so'm sotilgan. Sizlar uchun faqat 2 gün bo'ladi. Bizani toza qo'shilgan obunachilarimiz uchun manzilimizni yana bir qator tushuntirib o'taman. Manzilimiz Urganch buyum bozori 3-qator 136-magazin bo'ladi. Xudo xolasa, hurmatli muzazzarimiz. Dostavka bo'yicha orqayin bemalol telefon qilaveringlar, xudo xolasa. Dostavkamiz Urganch shahri bo'yicha beplatni bo'ladi. Viloyat tumanlarimiz ham bor dostavka. Pochta orqali chiqarib beramiz viloyatlarga bo'lsa. Asa, obzorimizni boshlaymiz, hurmatli muzazzarimiz. Boshda shudir shuna birdan o'nacha bir baho berib o'tinglar va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Endi qaranglar, bu narsani o'zi tamom bo'lib qoldi. Sizlar uchun toza partiyada, keng assortimentda olib keldikdan yana bosib berdik. Shu narxini o'zgartirmadik, hurmatli muzazzarimiz. 88 ming so'mdan. Hammasi podrяд. 3 qatorda turganlar ketdi. Sveta qaranglar, Sveta. Вообще необычный свет hisoblanadi. Endi bu narsani materialni tushuntirib bo'lmaydi, hurmatli muzazzarimiz. Materialni qaranglar. Yozda qizdirib beradigan materialdan emas, xullas. Endi hozir eldimiz issi bilasizlar, qizdirib beradigan narsa, xullas. Giyishni sizlarga tavsiya qilmayman. Bu material lekin zo'r. Yozda chillasidan ham giyib bo'ladi. Qizdirib bermaydi, shu yeri bir zo'r. Ham bu narsani polklassika variantda ham giysa bo'ladi. Nechun desa, beri oranjoviy svet bilan ishlangan model hisoblanadi. Qaranglar. Bo'yin qismini ahamiyat berib o'tsangizlar, o'zini oranjoviy chiziqi bilan ishlangan model hisoblanadi. Hamda shu narsa, bu narsamiz kir ko'taradigan svet. Bleset firmani originali hisoblanadi. Tikilishlaridan bir qator e'tibor bersangizlar, tikilishlar ham вообще zo'r. Qaranglar yana. Ham bu narsani rosti tushib turadigan variantda bo'ladi. Cholonlar bilan vera tashkilot desam, o'tirishman kundalik ham kiymakka zo'r. Lekin sifati pulundan qimmat dedi-ku. Shu narsa shu. Bizning magazinimizda sifat birinchi o'rinda bo'ladi, narx emas. Lekin narxini maksimalni sizlar uchun arzon bahoda chiqarib berdik, xudo xolasa. Bu narsamizdan ham razmerlari bor. L dan 3XL chiqadi, bir rasvetkamizdan ham bor. Ko'rib razmerlari seli sizlar uchun qilib qo'yibmiz, xudo xolasa. 6-gün bozor günü faqat 2 gün bo'ladi, keyin yana o'zini asl narxidan chiqib turaveradi. Qaranglar endi. Bilasizlar, eldimizda yozda ko'pchilik odamlarimiz skromni giyinishni yaxshi ko'radi. Ham skromni muzazzarimiz uchun temnoy siniy svetda oldi sirg'amiz. Bu hozir kamerada sal bitta boshqacharoq ochiqroq svet bo'lib ko'rinib turibdi, lekin svetidan keladigan bo'lsak, temnoy siniy svetda bo'ladi. Ham buni bir yeri zo'r, oranjoviy svet bilan ishlangan model hisoblanadi bu narsamiz ham. Ko'rdingizlar, bu narsani tikilishi ham rosti o'zining variantda bo'ladi. Endi yana vaqtga keladigan bo'lsak, ko'pchilik yaxshi ko'radigan svetlardan biri, ya'ni bordo desa bordo emas, oranjoviy desa oranjoviy emas, xullas необычный svet, yozda giyib beradigan yer. Lekin hurmatli muzazzarimiz, qaranglar, men sizlarga bir narsani aytib o'tmadim hali. Yelkasindagi chiziqqa bir ahamiyat berib o'tinglar. Bo'ynidagi chiziqni qaranglar. Temnoy siniy svet bilan kombinatsionni bo'lgan varianti bo'ladi. Lekin rasvetchilik вообще zo'r ishlaganlar. Endi bu svetga qaranglar. Bu svetdan tamom bo'ladi. Sizlar uchun yeni oldistirdik. Qaranglar, ichidan bir qator narsalar ko'rsatib o'tdim. Shunada qaranglar, ichidan tikilishlarga bir ahamiyat berib o'tsangizlar, вообще zo'r tikilgan. Lekin shu bizning o'zi chujay klientlarimiz magazinimizga kirgan vaqti narxini 88 ming so'mdan desam, hayron qoladilar. Hov, bu narsani men boshqadan 140 ming so'm, 150 ming so'mdan aytib o'tirdilar-ku degan narsani o'zim quloqim bilan eshitganman bu narsani. Lekin bizning magazinimizda 88 ming so'mdan bor. Endi bu svetga qaranglar. Bejli svet, ya'ni молочный svet. Lekin вообще zo'r. Xudo xolasa.
Kelaverasizlar magazinimizga. Shunga tushadun, magazinimizda qaranglar, trikolarimizdan ham assortimentlarimiz bor. Bemalol kelaverasizlar. Sizlarga bu videomiz qisqacha bo'lsa ham foydali, manfaatli bo'ldi deb umiddamiz. Videomizni qo'llab-quvvatlash maqsadida va keng tarqalishi uchun bir like bilan bir kommentariy yozib o'tish yoddan chiqmasin. Sog' salomat olasizlar. Sizlar bilan Kamina deda ham bo'ldi. Adres shu, hali o'zgartirmadik. Kelaverasizlar, xudo xolasa, biz xizmatdamiz. Adres shu, biz hali o'zgartirmadik. Kelaverasizlar, xudo xolasa magazinimizga. Biz shu yerda.